qaynonamning safari oldida nima gap bo'lardi? Bunday gapirishga qanday tiling bordi? Men senga aytay. Agar bugun kimdir qaynonamni ketishiga xalaqit bersa va men aslzoda oilaga kelin bo'la olmasam, eringga tupurib qo'yganman. Hammangni joningni bittalab sug'urib olaman. Senda oddiy odob axloq ham yo'q ekan. Boshqaning hayotini zarracha qadrlamaysan. Qaysi aslzoda oila sendek tarbiyasiz kelinni qabul qiladi? Ovozingni o'chir. O'zing nohaqsan. Yana odamlarni urishga jur'at qilyapsanmi? Hali seni tering qaliligidan qo'lim og'riganda shikoyat qilmayapman-ku. Nimaga baqirasan? Lin, bu kampir nima deb valdirayapti? Uni qutqarish haqidagi gaplari shunchaki bahona. U puling borligini ko'rib, sendan pul undirmoqchi. Erimda pul tiqilib yotibdi. Vaqtingizni biroz olgan bo'lsam nima qilibdi? Kechikkaningiz uchun tovon pulini men to'layman. Pulni oling-da, ovozingizni o'chiring. Bugun shuni aytamanki, qaynonam kelmaguncha bu samolyot ertagacha tursa ham hech qayerga uchmaydi. Seni bu ishing qonunga xilof. Qonunga xilof? Seni shu yerda o'ldirib ketsam ham hech kim ishimga aralashishga botina olmaydi. Senga qimirlama dedim. Eshikni yopishga jur'at qilma. Hammang tinch o'tir. Sizlar Dadamni kasalligini ortiq cho'zib bo'lmaydi. Doktorning aytishicha, yurakni 3 soat ichida almashtirish kerak. erimni yuragi zaif. 3 soat ichida sun'iy yurak o'rnatilishi kerak. U yosh katta, buncha kutolmaydi. Agar o'lsa, havo tejaladi. Sen chidab bo'lmas darajada ekansan. Chidab bo'lmas? Unda bugun senga chinakam chidab bo'lmas odam kimligini ko'rsatib qo'yaman. Kerak emas.